Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmetli qarindaşlar, Din ve Hayat namını sohbet programımızga diqqatinglarni bergininglarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamızın bugünkü bölümünde Suriye vaziyeti haqida to'xtalamiz. Men qarindoshinglar Abul Qasim Ahmadi, programmamızın aziz mehmoni Ustoz Sirajiddin Azizi. Programmamız uchun qimmatli vaqtni ajratgan ustozimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildirish bilan bu programmamizni boshlaymiz. Sirajiddin bu programmaga o'tishda avval shu Suriyaninki vaziyatlardan boshlasak, endi men buni boshlashdan burun ba'zi yoshlarimiz, do'stlarimiz bu qarindoshlar qanday bo'lib bu Suriya vaziyatiga o'tib qolgandi deyish mumkin. Birinchidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki bu vaqtda hadis va "Men lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Bu hadisning tarjimasi musulmonlarninki ishiga ko'ngil bilmagan odam musulmonlarning jumlasidan emas degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hani biz bu Suriyadagi qarindoshlarninki bu yerdagi musulmonlarninki vaziyatini, sharoitini, ahvolini bilmay turib, bizningki islomiyatimizning kamil bo'lmaydiganligi chiqadi. Buning ahamiyat berish albatta har bir yer yuzidagi musulmonninki vazifasi. Yani bir vatan içindeki olsun, sırtındaki olsun nurgulanan qarindoshlarimiz bu Suriyadagi musulmonlarninki taqdiri ustida fikr yurgizyotidu, ba'zi savollar kelyapti. Şu vaqtda biraz bir do'stlar bilan o'rtoqlashib bir hamma qarindoshlarga bu yuritib berilsin degan maqsadda bu programmani tanladik. Ustoz Ranajim bu vaqtda sizlar bir Suriyaninki hozirgi vaziyetiga o'tishdan burun Suriyaninki reisi Bashar Asad va uning otlarininki davri, anadan keyin bu Suriyada bor xalqninki sunniylar qanchalik, shiilar qanchalik, qancha persentni tashkil topadi. Bu vaqtda ma'lumot berish bilan so'zimizni almashtirsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Endi Suriye meselesiga dikkat qilishda, ahamiyat berishdagi asosli sabablar aytib ko'p. Endi bu Suriye Arab dunyosining ichida, shu O'rta Sharqda eng muhim davlatlardan birisi. Xususan bu Suriye hamda azaldan shu Isroilga qarshi cho'ng bir qalqon, muhim davlat deb kelingan bir davlat. Shuning uchun azamda Suriyada bo'layotgan bu ahvollar, jarayonlar to'g'riliq so'zlash elbette muhim. Her bir Müslümanın sizi başta ötkendek şu Peygamber sallallahu meşhur hadisiga asasen en muhim dikkat kılış digiştik, ehemmiyet beriş digiştik ve bu Suriye'nin kelgüsü bütün İslam dünyasının, belki bütün dünyanın O'rta Sharq planı boyunca hem devletke hem milletlige, hususan Müslümanlığa alakalı ve muhim mesele deb qaraladı. Şimdi Suriye'ni kısaca tanıştırdıgan bolsak, bu Suriye şu Asya'daki, O'rta Sharqdagi bir devlet. Bunun etrafında Ürdün, Irak, Türkiye, Livan ve işgal astındaki Jolan taraftan işgal astındaki Palestin, İsrail'e çigirdaş bir devlet. Bu zemin cihetten anca köp emezken takriben şu bir 180 bin kilometre etrafında zemini ve devletken, yani bizden vatandan 10 as kichik desak buludendi. Ama şundak bolsa mu, onu ılqadaki cemiyetdeki, xalqaradaki ta'siri nayt kuchlik bo'lgan bir devlet. Ama bu Suriye'nin ne kadar muhimligiga qarasak, bu Suriye tarixdan beri nurg'un imperatorlar hüküm sürgen. En başta Bizantiylardan taşlab Aşuriler, Sumeriler, Romanlar, Emevi, Abbasi hilafeti, en ahırda Osmani hilafetinin devri sürgen bir urnu boğaçka, bu hakikaten muhim devlet deb qaraladı. Tarixda yer şarda tunji paytaxt olgan Damashq. Elbette. Şuna bunu kadar Suriye'den burun mu? Buna Şam diyarı deb atıldı. Bu Şam diyarı bütün tarihte meşhur, hatta Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde mi indi? Nihayet meşhur uruşlar. Hem bu İslam tarihinde bir buruluş karakterlik uruşlar yüz bergen. Mesela sahabelerden Halid ibn Velid,
Yazid ibn Abi Sufyan ve şuna oxşagan danlıq sahabeler urushqa kirgan, g'alaba qilgan ve şu sababdan Bizanti imperatorluğunu yo'qotib islom xilofatiga yuzlanishga sabab bo'lgan bir davlat endi. Bu asosda haqiqatan Suriyaning o'rni aytib muhim deb qaraladi. Endi Suriya zemini bek cho'ng bo'lmasa-mu 23 milyon nüfusga ega bir davlat. Bunun da endi haliqidek Sunnilar asosliqni 70% artıq Sunni yaşaydı. Onun keyin haliqidek 30%ga yaqin Alevi, Şiiler, Hristiyan, Duruz ve Türkmen, Kürt, şuna oxşagan nurgun milletler yaşaydigan bek stratejilik o'rnimi bek muhim bir davlat. Bunun yaqinqi tarixini surishtirib qilsak, bu haliqidek Salibiyning g'arb mustamlikasida yaşagan davlat uzun muddat. Ama bu şu 60-yillarning 5'i takriben 1963'te harbiy inqilab bo'lan bu şu Hizbul Ba'as degan hozirgi Arab Sosyalistik Partiyasini asos qiladi. Şu davlat hokimiyatga kelgan. Bu jarayonda bir mezgil davom qilgandan keyin şu 63'ten 70'ga qadar şu partiya keliblam bu yerda rasmiy davlatda harbiy holat e'lon qilib, bütün xalqning erkinligini bo'g'ab mustabid bir hokimiyat davom qildi. 1970 kelganda şu mustabid hokimiyatni yana bu Hafiz al-Asad hozirgi Bashar Asadning dadasi bu harbiy inqilob qilib harbiy hokimiyatni qo'lga keltirgan. Yani şu 1970'dan tortib ta bugun qadar hamda 2014gacha oraliqda şu bir oila bir hokimiyatni boshqarayotgan mustabid bir hokimiyat bo'lib kelgan. Bu bazı tarixiy ahvolni nazarda tutsaqmi, bu 1979dan 1982gacha oraliqda 3 yil jarayonida Hama shahrida va bir qancha shaharlarda yana shu mustabid hokimiyatga bir partilik sotsializm hokimiyati, ya'ni arablar azaldan musulmon islom hokimiyatini qabul qiladi. Uning boshqa har qanday bir hokimiyat xuddi g'alati bir hokimiyat bo'lib turadi endi. Shuning uchun shu Hama xalqi qo'zg'alib namoyish qilib ba'zi hokimiyat qarshi chiqqanligi uchun, ya'ni Hafiz al-Asad shu davrning o'zidimi 79-82gacha oraliqda 3 yilda shu Hama xalqidan eng to'ni 30, yuqorisi 50 minggacha odamni qirib tashlagan deydi. Shunda qirg'inchilik bilan bu xalqning g'alayanini bostirib kelgan. Şu vaqtdan tortib ta 2000gacha endi Bashar Asad hokimiyati 2000 yili şu Hafiz al-Asad o'lguchi oraliqda şu bir shaxs, bir oila bir davlatni boshqarib, bu davlatning butun istiqbolini shular o'ynagan Suriya xalqi naytibak ig'ir bir ahvolda yashab ekan. Hatto Suriya xalqining takriben %45-50% tarixdan beri hozir qadar shu kambag'allik siziqining to'nida yashagan deydi. Naytibak kambag'al, hech qanday erkinlik yo'q. Hatta biz bilib endi shu Suriyadan chiqqan katta olimlar, dangliq ulamolar, hatta Saudiya Arabistonda yashaydi. Sheyx Ali Tantaviga o'xshash, Sheyx Muhammad Ali Sabuniga o'xshash Safat tafsir degan tafsirning ustozi. Va shuna o'xshagan necha 100 minglagan suriyalik Suriyaga qaytolmaydigan, hatto pasportini uzartolmaydigan, xuddi bizning Uyg'ur xalqi tortgan jafoning o'zini tatib kelgan bir xalq davlat. Ahvol shu qisqacha xulosasi endi. Unda shu Bashar Asad dadasidan o'lgandan keyin shu 2000-yili taxtga o'tirgan keyin 2000-yili taxtga o'tirib 2011-yili martda xalq shu hukumatning ba'zi shu zulmga qarshi namoyish qo'zg'agan. Bu namoyishlarda ba'zi namoyishchilarni tutib o'chirib, vahshiy qijnab, shunda haddini oshganlik uchun o xalq qo'zg'algan inqilob partilab, buningdan Jeyshil Hur bo'lib o'tirib chiqqan. Biz endi yuqoridagi aql egalariga ishorat yetarli bo'lsa, biz endi hozir shu Bashar Asad hokimiyatga kelgandan keyingi vaziyat ustida to'xtalsak.
Endi şu 2010 yıldan ta 2014 hazır takriben 14 yıl jarayonida Hafız Asadning merosxo'ri bo'lib, balasi Bashar Asad taxtga o'tirilib, endi shu Bashar Asad kelgandan keyin endi butun Suriya xalqi, balki butun islom dunyosi endi bu 50 yillik bu mustabid hakimiyetga o'zligidan bir xotim berilib, endi bu Bashar Asad yosh bo'lg'achqa ham o'zi g'arbda o'qigan bir tish doktori ekan endi bu asli. Bu bir doktor, bir ziyoli bo'lg'achqa, albatta bu Suriyani bir erkinlik chiqaradi, islohot olib boradi, o'ngshaydi, insonlarning bir insoniy huquqlarini beradi deb o'ylaydi. Ammo aksicha bu Bashar hakimiyeti dadasi bilan o'xshash mustabidlikni davomlashtirgan. Endi ba'zilar deyishganda bu Basharning bu shu yoshligi bilan bütün dünyanın bunun qarta bir umidli qarashiga beqibmi bu o'zgarish paydo qilmaslikka sabab bu Bashar o'zi hakimiyatni o'zi dikor shaklda tug'an bilan asli bunun ailesi, anasi, tog'ilari va shu bir aile bir davlatning istiqbolini mushunda qo'l tutib olganligi uchun mushundaq bo'lgan deydi. Endi haqiqatan 10 yil, 11 yillik hayotda Suriyada hech qanday bir yangilik bo'lmagan, bu mustabidlikka xotim berilmagan, insonlarning erkinligiga berilmagan. Hatto shu Hafız Asad 1970'da başlagan harbiy holat davlatini, shu harbiy holatni amaldan qoldirmagan. Shuning uchun endi 2011 mart oyiga kelgan vaqtda shu yani takriban 3-oyning 10-15'leri bir o'quvchilar boshlang'ich maktabning o'quvchilari maktabning temiga Bashar yiqilsin degan bir xatni yozib qo'yganlar. Shu xatni yozganlik uchunlarmi kichik bolalar, 8-10 yoshlik bolalar shu maktabga besib kelib Basharning askarlari bir 20 ga yaqin kichik bolalarni tutib ketgan, ularning bir qanchasini qiynab o'ltirgan. Shu sababdan 15 mart 2011 rasmiy Suriyada bu mustabid hakimiyet karşı inqilobning uchquni boshlangan. Bu inqilob nima uchun boshlanadi desa, ayni yili 25 yanvar Misrda inqilob bo'lgan. Undan yana bir necha oy burun Tunisda bo'ldi. Bu Suriya xalqi hamda shu inqiloblardan ilhomlanib, albatta bizmi shu fursatda, shu shamolda erkinligimizga erishimiz deb Arab bahorining ilhamidan chiqqan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zilar buni shunda g'arbning, chet elning va atrofdagi davlatlarning kuchi bor deydi. Ammo nimalar bo'lsin, shu bir davlatda, Suriyadagi bir davlatda mustabid hakimiyet, bir oilaning boshqarishi va bir partiyalik hakimiyet yarim asrdan ortiq vaqt davom qilganligi uchun albatta bu xalqning bunda hakimiyet qarshi chiqish huquqi tabiiy tug'iladi. Gerçi Suriye halkınınki bu zulümün karşı çıkışı Arap Baharı'nınki malum tesirden hali emas desek mi? Yani bu Suriye'deki boğan işler hazırlıkta olmuş otqa işler başka Arap devletlerdeki Arap Baharı'nın tabiiyetiga o'xshamaydiganligi. Çünkü Suriye'ninki tarihi o'rni, bunun aqsida nurg'unlagan har xil kuchlarning borligi bu odatdagi Arab davlatida yuz bergan Arab bahorining tabiiyatiga o'xshamaydiganligini derak beryapti. Endi bu Suriyadagi shu qiynash, hatto namoyishlarga bostirish voqeasidan keyin qabilalar yerlik usulda har xil uning qarshilik bildirish kuchlar chiqdi qabilalardan. Aningani keyin 2012-yilga kirganda rasmiy Suriya al-Jeysh al-Hur, yani o Suriye'ninki asaslık Bashar Asad hakimiyetinki içinde askerlik vazifesi ituatkan bazı askerler, hatta çoğun komandalar ağırlıp çıkıp bu Jeysh al-Hur'ni teşkil qilganken, bu Jeysh al-Hur'ninki kirip çıkışı ve ularninki qılayotgan xizmatlari haqida azroq ma'lumot bersizlar. Bu qurolliq qurolliq inqilobga alınışdan burun bazı jarayonlar o'tgan ekanda. Bu martda 3-oyning 15'te başlangan bu inqilob takriban
6 ay miqdori 8 ay 9 aygacha her günü Suriye hakimiyetiga qarshi, Bashar rejimiga qarshi namoyish bo'lgan. Bu namoyishni bostirgan sari u boshqa shaharlarga yamrab, boshqa cho'ng-cho'ng shaxsiyatlariga yamrab, ular namoyish qilib kelgan. Yani bu şu Ağustos ayı kelgan vaqtida bu o'zligidan bu qurolli harakat chiqib qolgani yo'q. Yani bu haqida 6 aydan ortiq bir xalq hakimiyetiga qarshi tinchlik yo'li bilan namoyish qilib qarshilik ko'rsatsa, ular aslida bu Bashar hakimiyetini yiqitishni talab qilmoqlar. Faqatlam islohot olib berishni, u xalqning erkinligini berishni talab qiladilar. Albatta bularning talab qilish haqqi bor. Bu talab qilgan talablar hammasi rad qilinib, ularni bo'g'izlab, o'ltirib, eng oxirgi kunida, xususan 8 ay atroflari 2011 haliqada bir kunning ichida kuniga odam o'ltirib, 10, 20, 30, 40 ni o'ltirib, eng oxirida 300, 400, hatta bir kunda 500 odamni o'ltirgan ahvollar o'tirib chiqqandan keyin bu atrofdagi davlatlardan, xususan boshda Saudiya, Kuvayt, Bahrayn bir qancha davlat o'zining bosh elchilarini qaytarib oladi. Shu sababdan bular Suriya masalasini Xavfsizlik kengashiga olib beradi. Xavfsizlik kengashiga olib borganda bu Suriyaning orqasida hammadan biladigandek bu Xitoy bilan Rossiya Suriyani qo'llaydi. Shu Xavfsizlik kengashi tamomda Suriya xalqiga qarshi Asad rejimini qo'llab veto haqqini ishlatdik. Undan keyin Suriya xalqining hech bir chorasi qolmagan. Bu dunyo jamoatchiligi, xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Arab Davlatlar Ittifoqi shularning hammasiga yelinib, ular bir qaror chiqarib, bu masalani tinchlik yo'li bilan hal qilishni umid qilgan bo'lsa-mu, afsus bu ish hal bo'lmaganligi uchun asta-asta shu 2012 ning boshlari bu Bashar rejimidagi askarlardan ayrılıp chiqishga başlanıp ayrılıp chiqqan askarlar o'ziga Erkin Suriya armiyasi deb ism qo'yib, bu Erkin Suriya armiyasi qurolli harakatga o'tganlik. Bulamamda shu o'zining davlatning rasmiy armiyasi ayrılıp chiqib Basharga qarshi kuch to'plangandan keyin bu masala texmo taraqqiy qilib bu asli bu Erkin Suriya armiyasidan 5000 10.000 askarning ayrılıp chiqishi bilan bu masala unda asan hal olmaydi. O asan bu taraqqiy qilmaydi. Buningdagi asosiy bir sir, yani har qanday bir mahalla, yeza, shaharda shu Erkin Suriya armiyasi o'tirg'i chiqdimi, shu shaharning butun xalqi shu Erkin armiyani qo'llab, ularni aqtirak bo'lib ruhiy jihatdan uzuq bo'lganligi uchun bular o'shunday chiqirlar. Bu Erkin Suriya armiyasi chiqishi bilan tang Suriya Bashar Asad rejimi onu kelib tanklar bilan, aeroplan bilan so'qishga boshlab hozirgi ahvol keladi. Shu sababdan bu birinchidan Erkin Suriya armiyasi o'tirib chiqqan. Undan keyin hozir butun dunyo alaqadaki bu ikki taraf bo'lib Suriya bir taraf Suriya rejimini qo'llagan, yana bir taraf Suriya xalqini qo'llagan, ammo rejimni qo'llaydigan davlatlarni aytdi cheklik bo'lsa-mu, lekin butun vujudi bilan qo'llab Xitoy bo'lsin, Rossiya bo'lsin, Iran bo'lsin va uning atrofidagi ba'zi davlatlar bo'lsin, Iroq mandi. Bu masala bu rasmiy bir xalqning o'zining mustaqillik, erkinlik, mustabid qarshi kuch bu asta-asta o'zgarib boshqa bir tusga keladi. Buningdagi birinchi asosli sabab shu Bashar hakimiyeti bu masalani xalqaralashtirish, bir tarafdan toifavozlik urushiga elib so'rab kelish va shu Al-Qoida va ba'zi tashkilotlarning dunyodagi xalqaraning nishon obyekti bo'lgan kuchlarni so'rab kirib Suriyaga bu ishlarni egiz-pas qilib o'zining maqsadini amalga oshirish, o'zini saqlab qolish va haqiqiy Suriya inqilobini g'alaba qildirmaslik uchun qilgan o'ynagan planlar bir qadar g'alaba qilib hozir bu yerga kelgan. Şu anda hozir nurg'unliqlarga ba'zi televizorlardan, gazetlardan ko'rib Suriyada urush qilayotgan kuchlarni biladi. Lekin yani ko'plagan qarindoshlarimiz vatan ichi va sirtidagi ularning tafsilotidan xabarsiz.
Şuna Türk şu Suriye'de uruş kılıvatkan güçler üstüde bir malumat. Hazır Suriye'de uruş kılıvatkan güçler. Bir taraftan Beşar Esad hakimiyetinin güçleri desek bundan da bu Suriye'de 180 bin yakın resmi muntazam asker var. Onun sırtında yine məxsus sürmüşüsü Beşar Esad terbiyelegen, özü dünyada hiç qanday narsa tanımaydigan, dinge işenmeydigan, şu Beşar ailesinden başka hiç narsa tanımaydigan, bunu bütün dünya biladigan, onun ismi Şebbiha deydi. Şebbiha degan asli Arapçada bir külenge. Özününki nimesi tutulamaydigan, sayısı ba, külengesi ba, emniyeti yok. Ama bular kadar askerci giyinmeydigan, hemisi yerlik puraça, ama bular kiçik gidin şunda senin ne dinin yok, ne atanın yok, vatanın yok, milletin yok. Sen fakatlam xuddi remote kontrolda başqurulgan insan elektronluk asbabga o'xshashlar boshqarilgan insonlar qatorida kelgan bularninki soni endi ba'zanlar 100 ming deydi ammo rasmiy sonliq statistik sonda taqriban 15-20 mingga yaqin maxsus tarbiyalangan mushabbihlar bor ekan. Bu mushabbihasi va undan keyin bu Hizbullah askar kirgizuvlik Hizbullahning askarlari endi en az 5 mingdan 10 minggacha askari Hizbullahning har xil milishiyatlar isimlar bilan bakinan bo'ladi. Onun sırtında şu Ebul Fazl Abbas diyen bu Irak'tan kirgen Şii askerler, bu Maliki hakimiyetinin evetken askerleri deydi. Ebul Fazl'ın mu takriben 15 mingdan 20 ming kadar askeri hazır Suriye'de mevcut iken. Şundan kalıp hem de bular Suriye öz halkının müstakil erkinlik talep kılan bu inkılapını bastırış için Beşar hakimiyeti bu etraftaki bu kişilerge tayanğınlık için askerini üzü çakırıp ekegellik için bunun karta etraftaki İslami hareketler, teşkilatlar, Meyl el-Qaide olsun, onun kenarındaki Cebhet-i Nusra'daydı. Şuna oxşagan nurgun taraflar bir kirişki mecbur bulalım. Asker erkeklik. Yani bularning askeri mesela Erkin armiyasınınki hazır şu Suriye rejiminden ayrılıp çıkan en az 40 bin yakın askeri, müntazim asker hazır şu Beşar'a karşı uğraşıyordu tağlıqdaydı. Onunkin bu El-Cebhel İslamiye degen İslam bürosu dep atıldı. Bunun mu takriben 45 binlik askeri var iken. Onun sırtında bu şu Peygamber Nevirleri degen bir grup var iken. Onun mu takriben 15 bin yakın askeri. Cebhet-i Nusra dep yeni bir teşkilat oturup çıkılamadan bilirdi. Bularning o takriben 15-20 bin askeri var. Onunkin şu Daesh dep atıldı. Bu Daesh degene Irak ve Şam'daki İslam devleti dep. Aslı bu şu nimede kurulgan, Irak'ta kurulgan bir teşkilatın. Bu şu El-Qaide'ye bağlılık, Maliki hükümetiye karşı kurulgan, öz vaqtida Irak'taki Amerika askerleri karşı kurulgan 2006 yılda oturup çıkan bir devlet İslami fil Irak. Bu alaka Zarqavi ölümünden keyin oturup çıkan mesele bu. Muşu güçler de hazır. Muşu etrafta hemisi Suriye'ye yığılıp bu Suriye'nin hazırki ahvali bu normal Suriye halkınınki islahat ve erkinlik talep kılışın halkıp yani bu hakiki bir insani facia oturup çıkan bir devlet hesaplanıyor. Bu Suriye ezelden biz İsrail'e karşı güç toplayımız, İsrail karşı uğraşımız ve Jolan çokusunu biz İsrail'in kayıtıralımız da bu şu etraftaki meyli Filistin olsun, Hizbullah olsun bir kanç devletlerini her taraftan yardım kılgan bir devlet idi. Ama bu afsus ki bu mesele hiç kaçan bu Suriye'nin İsrail'e karşı hatta özünün müstemlikisi olan şu Jolan çokusunu kayıtır edilmem de Hafız Esed devrede olsun ya Beşar Esed devrede olsun bu şu yerim Esed'in artık vakitte bir pay okunu İsrail'e atkını yokan bu. Ama yine özde kadar Suriye halkı kozgalgandan keyin bütün kuchu bilan öz xalqini bombardiman qildilar. Öz xalqiga shu qurolliq hujum qilishning ustiga aeroplan bilan hujum qilib, aeroplandagi bombalarni az kelib ularga öz xalqining beshiga halqadagi yo'g'on tunliga bombani qachilab akilib qo'yib berganlar. Shu bir tungda bir bomba qo'yib bersa, atrofdagi bir qancha binoni shundalam xuddi
10-12 ballık yer tevrigendek tamamen vayron qiladi ekan. Hala bugün kunda endi Suriye'nin %70% tamamen vayron bo'lgan. Endi bu qarindoshlarga ham ochiq bo'lish uchun Devlet-i İslami fil Irak bu 2006 yıl oktabrda o'tirib chiqqan ekan. Buning jamoatninki emiri Ebu Ömer el-Baghdadi. Bu kishi 2010 yılı 4. ayının 19. günü öldürülgen. Onun o'rniga Abu Bekir Baghdadi reis bo'lgan ekan, emir bo'lgan ekan. Hozir shu Abu Bekir Baghdadining nimasi bilan avval bu Irak'taki Devlet-i İslami fil Irak bo'lgan. Keyin bu onunki ba'zi adamlarning vati bu Suriyada Cebhat-ın Nusr'ninki aytganda zaime bir televizorda bayonot berib ekan. O'zining shuning bilan Irak'taki İslam devletining adamlari bilan aloqasining borligini. Bular nimaga chiqqandan keyin ular bilan birlashib ular Irak'dan Suriyaga chiqqandan keyin bular Devlet-i İslamiye el-Irak fil Irak ve Şam. Bunun ismi yig'inchaqlab aytganda iqtisod bo'lganda Iroqdagi islom davlati deb islom davlati Daesh deb lakinda qisqartirilib ataladi ekan. Endi nurg'unlig'anlar bu Suriyadagi inqiloblar boshlangandan keyin hammalar shunda dastlab shunda farz qilishgan. Boshqa Arab bahori bo'lgan davlatga o'xshash inqilobchilar ma'lum vaqt harakat qilsa, keyin buni g'arb dunyosi aralashib darhol shu inqilobchilarni qo'llab buning bir yordam kelib qoladi deb. Lekin bu Suriyadagi ish kishilarning tasavvur qilgandek bo'lmadi. Endi g'arb dunyosi Amerikalar hammasi bu Suriyadagi ishni ko'rdikki, hamma taraf o'zining manfaatini uchun bo'lganligi. Shundan bu Suriya urushininki bu qadar uzun davom etishi haqida yana biraz ochiqlanmaslar. Bu Suriye urushining bunda murakkab halga chiqib kelishdiki bir qancha sabablar bor endi. Bu haqidagi Suriye xalqi inqilob g'alaba qilmaslikda tiz. Sebeplerden birisi bu Suriye bu inqilab g'alaba qilsa, xuddi Misr, bu Libiya, Tunisdagi inqilab g'alaba qilgandikilar, bularning beshiga kelganlar hozir xalq mushu islomiy hokimiyatni olib kelganligi, islom chilar bosh ko'targanligini ko'rganligi uchunlar agar Suriyadami mushundaq ish yuz bersa, Bashar hokimiyati bu mustabid zolim hokimiyat yo'qolib, o'rniga bir islomiy hokimiyat kelib qolsa, yana bu O'rta Sharq yana musulmonlarning qo'liga o'tadi. U vaqtda bir tarafdan Isroiliya rasmiy atrofdan mushundaq qo'rshapning ichiga, muhasirning ichiga kiradi. Isroiliyaning bexatarligi tahdid ostiga kiradi degan tushuncha bilan g'arb dunyosi bunun qarta rasmiy aralashmay turib olishda. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab endi yana shu Isroiliyaning bexatarligini himoya qilish uchun Suriyadagi bir kuchli davlatni tamamen asti qurilishini insonlarni yo'qitib, yani en az yana bir asr 100-150 yıl miktarı 5'ini götüremeydiğin bir seviyeye yetkizip koyuş için şundaq ahval çıkardı. Cenuban tarihteki küçük iqtisodini kichik qilib Suriya tayyorlagan qurolları, atomlarni bekor qilish marhalasi boshlandi. Endi Suriyami haqidagi askeriy jihatdan shunday kuchlanib ekan. Hatto bu ximiya qurollaridan ham 1500 tonna ximiya qurollari yasab saqlab ekan. Bu shu quroldan hamda kashki o'zining haqiqiy dushmaniga bir pay atmay yana shuni o'z xalqiga ishlatilganda. O'z xalqiga ishlatgandan keyin albatta bu atrofdagi davlatlar, xalqaroning, dunyo jamoatchiligining haqiqiy ishonchisi yo'qaydi. Bu o'z xalqiga ishlatgan qurolni albatta boshqalarga ishlatishi tabiiy ahvol deb shundan Suriyani tamamen falaj halga keltirib bo'lib, undan keyin bu shu haqidagi musulmonlar hokimiyat beshiga kelib qilishning oldini olish uchun andozi bo'layotgan o'yinlar, qilinayotgan harakatlar, bo'layotgan yig'inlar hammasi andozi shu Suriyaning haqiqiy bir xalqining devletning istiqboliga manfaatli ish bo'lmasdan mayli bu bir davlatning xalqi hammasi tamoman vayron bo'lishini qat'i nazar biz
atrofdagi mayli qo'shni davlatlar bo'lsin yoki g'arb davlatlari bo'lsin o'zimizning manfaatimizni chiqish qilamiz degan asosda harakat qiladi. Vaholanki hozir masalan Suriyadan qochib, urushdan qochib atrofga chiqqan davlatlar Turkiyada bor, Urdunda bor, Iroqda bor, Livanda bor shu muhojirlar. Shu qattiq sovuqda eng az 2 milyon xalq atrofdagi davlatda yashayotdi. Ularning qanchalik qiynalganligi, nima kunlarni ko'rayotganligini hammadan biladi, uni biz sharhlamasak-mi? Hatta Suriyaning ichida hamda shu urush bo'layotganligi uchun, ya'ni 23 milyon insondan 2 milyon inson chet elda muhojir bo'lib yashayotsa, ichida hamda eng az 9 milyon odam o'z mahallasidan, yurtidan bexatar joy izlab ketib maktablarda, masjidlarda, madrasalarda va boshqa o'rinlarda önkürlerde yetiyotganligi, hatta bu açarçılık yüz berip hozir muhasirda. Shunda ochliqdan kuniga necha o'nlagan odam o'layotganligini ko'ryapmiz. Ammo uning ustiga hamda mush ahvollar bo'layotgandan keyin, endi yaqindagi yuz berayotgan ig'ir fojia endi bu voqealar taraqqiy qila endi nima Asad hokimiyati Bashar qanday qilib o'zining hokimiyatini saqlab qolish ve etraftaki devletler, hususan İran, Hizbullah, Hizbullah'ın mesulü Hasan Nasrullah kaç günü uçuk dedi ki bu Suriye'deki uruş Hizbullah'a nispeten hayat mamat uruşu. Eğer Suriye'de Beşşar yıkılırken Hizbullah tügeydi o. Şunun için biz bu hayat mamat uruşu kirimizdeydi. Vaden ki bu Suriye halkının erkinliği nerede kaldı? Demek bu uruş ne? Beşşar fakat lan bu halk bilan mustabid hakimiyet oturduk urushdan atrofdagi iqlimlik urush ve Sunni bilan Şii oturdiki urush qilib beradilar. Yani bu yana kelib mushu g'arbning din dushmanlarining nihoyat yaxshi manfaati keladi. O'ltirayotganlarmi o'zini men musulmon deydi. O'layotganlarmi men musulmon deydi. Bir-biriga qarshi urushayotganlarmi hozir o'zini bir-birini musulmon deyishadi. Vaholanki biz ahli sunna vel jamoa bizimizning musulmonligimizda, imonimizda hech qachon shak qilmaymiz. Ammo qarshi tarafga qarata hozir ularni biz kafir musulmon demaymiz, ammo uning deydigan muftiylar fatvo berdiganlar bor. Ammo masala hozir bu bir davlatning taqdiri, bir millatning taqdiridan halqib etrafdan bu urushning, Suriye urushining o'ti butun etrafdagi davlatlarga tarqashgan. Bu Şii bilen Sünni oturdu ki urushga aylanish qarab mang'ilib, bunun da en ko'p ziyon tortdig'ini hamma taraf. Musulmonlar umuman bundan foydalanadiganlar din düşmanları ve g'arb davlatlari. Onun ustiga yana en xatarlik masala hozir bu shu Bashar hakimiyetiga qarshi, mustabid hakimiyet qarshi, hatta bu shu agar toifavozlik urushi desak, bu shu Safaviyning Şii'nin, Hizbullah, İran'ın, Alevi'nin karşısında uğraşıyotgan muş ehli sünni vel cemaat bo'lgan hareketlememdi. O asli düşmanını taşlab qo'yib, o'zaro bir-birini chetishib ketganligi, bir-biridan urushayotganligi, birisining istiqomligiga birisi hujum qilib, bir-birini qo'g'dishib, hozir haqiqiy dushman Bashar hakimiyati bir tarafda qilib, o'zaro urushib ketganligi bu haqiqiy bir musulmonni echindiradigan ahvolanda. Bu kimning to'g'ri xatoligini biz bu yerda belgilayolmaymiz, ammo shu haqiqat borki, Payg'ambar sollallohu hadisi bor. İki musulmon bir-biriga qarshi qurol ko'tarishsa, o'lguchi, o'ltirguchi har ikkisi cehennemde degan hadisi var mashhur. Bu shu mizan. Bu shu mizonga o qarindoshlar hammasi o'zini qo'yishi lozim. Bunu his qilishi lozim. Agar uni his qilmaydigan bo'lsa, u vaqtida bunun qarta Allah'ın hükmü o'ziga loyiq bo'ladi endi. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Agar boshqa qo'shimcha qiladigan narsalar bo'lmasa, programmamizni bu yerda oxirlashtirsak. Endi qisqacha xulosalasak, bu Suriye bu o'zining bir yerlik bir davlatdagi ishdan halqib, bu xalqaroning, g'arb davlatlarining, xususan bir tarafdan Rossiya, Xitoy, İran, Amerika ve Avrupa'dan ibaret çoğun güçlerinin
kuch sınayışıdaydigan, özünün menfaat tokunuşunu, özünü ispatlaydigan bir meydanga aylanıp kaladı. Bunun kurbanları hemmisi Müslümanlar, bizning qarindoshlarimiz. Ular üçün Müslümanların ülüşü, bu ismi atalgan bu devletler hemmisi Müslümanların ülüşünü halaydigan devletlendi. Şunun için bu ziyan tatıvatkan Müslümanlar, ah çekivatkan panahçılar lagerleri da muşu ağır suğa kaldı yetivatkanlarının dert elemlerden lezzetlendiğin devletlerge tekimi biz yem bulup ularını xuşal kılıvatkan bir ahval hakiki Müslümanın içindir ödendi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar. İnşallah yani keyingi bölümlerimizde bu Suriye vaziyetideki programımızdaki bu uçtuqlum birişten davamlaştırışqa tirişimiz. Vaqt münasibeti bilen programımızı bir de ahirlaştırırız. Hammaylarning qimmatli vaqtini berganiga rahmatimizni bildiramiz. Programımızı suratga elib to'liq qo'yib xizmat qilib kelayotgan qarindoshimiz Adiljonga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Her biringlarni Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.